Yoshlik bemorimizda siydik yo'li orqali kirib borib, chap siydik nayini pastki uchligiga, intramural chastiga hajm hosil qiluvchi dori modda yuborishni tamomladik. Ignamizni olamiz. Ko'rishingiz mumkin. Mana uretritsiyning ichki qismiga kirib, siydik nayiga hozir yubordik. Hozirgina biz 12 yoshlik bemorimizda siydik yo'li orqali kirib borib, chap siydik nayini pastki uchligiga, intramural chastiga hajm hosil qiluvchi dori modda yuborishni tamomladik. Chap tomonlama qovuq siydik nayi reflyuksi borligi aniqlandi. Ya'ni siydik qopiga dori modda jo'natganimizda dori modda yuqoriga qarab, buyrakka qarab ko'tarilib ketayotganligini ko'rishimiz mumkin. Buni yomon tomoni shundaki, bu doimiy infeksiya keltirib chiqaruvchi omillardan bittasi hisoblanadi. Bu infeksiyani natijasida bu buyuragimizning ish faoliyati yomonlashishi mumkin bo'ladi.